Muzlatkichimizda bor masalliqlardan shunchaki og'zimizda erib ketadigan pirojni tayyorlaymiz. Tuxum bilan shakarni erinmasdan oppoq bo'lguncha ko'pirtirib, ustidan sut, yog', un, kakao razrixlitilini solib yaxshilab aralashtiramiz. Shirinliklaringizga kakaoni har doim elab ishlating, shunda bir xil silliq massa bo'ladi. Tayyor xamirimizni yog'langan qog'oz solingan qolipga solib, gaz pechiga 25-30 daqiqa davomiga pishirishga yuboramiz. Pishganini cho'p yordamida tekshirib olamiz va biroz sovigandan keyin ustidan 1 stakan sut quyamiz. Sutga cho'milgan biskvitimiz ustini qaymoq va shakarni ko'pirtirib tayyorlangan krem bilan qoplaymiz va shu holicha muzlatkichga biroz muzlashi uchun jo'natamiz. Alohida idishda qaymoq bilan shokoladni bir tekis qilib eritib, muzlagan pirojnimiz ustidan shokoladli massamizni quyamiz. Biroz qotgandan keyin bo'laklarga bo'lib, ustini xandon, pista yoki mevalar bilan bezatib dasturxonga tortamiz. Ro'zg'orbop shirinlik uchun yurakchani bitta qizartirib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman. Tayyorlaganlarimiz yeganlarga shifoli, ibodatlarida quvvatli bo'lsin.